Yo, hey, barchaga salom bo'ldi. Sizlarga kamina kamtarimman. Bu javoblarni bugungi yangi video roligimizga xush kelibsizlar. Obunachilar, video boshlanishidan oldin videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Kommentariyada bo'lsa qolgan so'zlarni yozib ketsanglar bo'ladi. Obunachilar, bugungi video roligimizda Raker va Artifact va ikkita omadli obunachim Raker bilan Artifaktga qarshi birlashishadi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Ha, aytgancha Telegram kanalimga o'tib qo'yish esingizdan chiqmasin, sababi videoga odam aniqlayotganda yoki odam yetishmovchiligi bo'lganda obunachilarimdan tanlashim mumkin. O'shaning uchun kanalimga o'tib olsanglar, sizlar ham omadli obunachilarimdan bo'lsanglar bo'ladi. Mana bu videomda qatnashgan. Telegram kanalimiz sulkasi kommentariyada va описаниеda bo'ladi. O'tib, obuna bo'lib, reaksiyalarni dirsillatib, aktiv bo'lib yursanglar ham bo'ladi. Mayli, videoga marhamat. Bugungi video roligimizda ikkita obunachim va ikkita YouTuber qatnashadi, ya'ni Raker bilan Artifact va ikkita omadli obunachilar. Hey, barchaga salom bo'ldi. Sizlarga kamtarimman. Bu obunachilar YouTube kanalimdagi va yangi video roligimizga xush kelibsizlar obunachilar. Bugungi videoda Raker bilan Artifact va ikkita omadli obunachilarim bellashadi, ya'ni minoralar jangi. Ular o'zligisini minoraligisini qurishgan. Men udan baholayman. Xo'p, qani obunachilarimga parkour ekanda. Menga o'zi qulog'imga chalinganda bo'lganda parkour quramiz deyishgan. YouTuberlar ham ancha parkour qurishgan bo'lsa kerak. Mayli, bilmadim. Xo'p, menimcha menga qiyin bo'lmayapti, oson bo'lyapti. YouTuberlarni parkurda qiynalamanmi deyman-da. Unchalik qiyin emas, obunachilarimga oson, tushunsa bo'ladi. Va mana finishga ham yetib keldim va hech qanaqa xatolasiz yetib keldim obunachilar. Agarda sizlarga ham qiziq bo'lsa va obunachilarim o'rnida bo'lsa-da, sizlar ham o'rinda bo'lmoqchi bo'lsangiz, sizlar ham qatnashmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimga o'tib olsanglar bo'ladi. Xo'p, qani tabriklaymizni aytib qo'ysiz. Yutdingiz sandiq ichidagi narsalar sizga. Tushunarli. Xo'p, mayli obunachilar, hozir buni bu yoqqa qo'yib qo'yamiz va men bitta emerald, ya'ni sizlarga qanaqa tushuntirsam bo'ladi, izmirud bloklarini olsam bo'ladi va toshli izmirud va mana bu yerdagi instrumentlarni ham olib olsam bo'laveradi. Xo'p, mana va nihoyat instrument va emerald va kitobchani olib oldim. Endi esa hozir pastga tushib, YouTuberlarning parkuriga o'tsam ham bo'ladi. Parkurmi yo'qmi bilmayman to'g'risi, chunki men hali kirib ko'rganim yo'q obunachilar. Xo'p, mayli, hozir bu yerdan pastga tushib olamiz. Let's go. Hop, oyog'im. Kimdir atliska qildi shekilli obunachilar. Oyog'im og'ridi chunki. Xo'p, mayli, hech qisi yo'q. O'tib ketadi. Xo'p, mayli, Artifact va Raker, men sizlarning minorangizga kiraman deyotgandim. Obunachilar, mana Raker bilan Artifactning parkurlari. Shu joyda videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib tashlash esingizdan chiqmasin. Xo'p, va bu bizga katta поддержка hisoblanar edi. Xo'p, obunachilar, sizlar atpiska qilsangiz men yiqilaman. Jon ursin, bu yerda ko'rinmas blok bor ekan. Mayli. Tushunmay qoldim o'zi qanday o'tishini. Mayli obunachilar, hozir men bu yerga to'laman va kelinglar endi sakrab. Yo'q. Oyog'im, kimdir atpiska qildi obunachilar. Atpiska emas, kanalimga obuna bo'linglar. Obunani olmanglar obunachilar. Obunani olmasdan kanalimga obuna bo'lib, shu videoga like bosinglar va men sizlarni orangizdan bittangizni yoki da 2-3 tangizni tanlab olaman yangi videoyimga va birga video olamiz. Shuning uchun kanalimni obunachisini tezroq 1k, ya'ni 1000 ta qilib bersanglar, bu men uchun katta поддержка bo'lar edi va men YouTube kanalimda e'lon qilaman videoyimga odamlarni. Shuning uchun sizlar tanishlaringizni, do'stingizni yoki da o'zingizni, oila a'zolaringizni yoki da o'zingizning akkauntlaringizdan menga obuna bo'lib, videolarimga like bosib chiqsangizlar, hammasi yaxshi bo'lar edi. Shuning uchun obuna bo'lishni unutmang obunachilar va men obuna bo'lsanglar, 1000 ta obunachida obunachilarimni tanlab olaman.
Xo'p, mayli, bu yerga o'tib olamiz va mana o'sha obunachilar qilgan joyim yo'q. Obunachilar, obunani olmanglar deyotganmi? Vo, obunachilar kimdir yana obuna bo'ldi va bu uchun kattakon rahmat, sababi men o'tib ketdim. Mana davay tushib ketmasam bo'ldi. Kimdir like bosdi mening o'ylashim bo'yicha. Ana sandiqqa ham oz qoldi. Menimcha o'tib ketamiz. Yo'q, kim obunani oldi? Obunachilar, unday qilmanglar deyapman-ku. Mayli, endi hech qisi yo'q. Obunachilar deyotganda va kimdir barcha akkauntlardan menga obuna bo'ldi, shu sababli men o'tib ketdim. Obunachilar, sizlarga kattakon rahmat. Va endi o'tishdan davom etamiz. Men o'ta olmayotgan joyimga sizlar yordam berdingiz. Xo'p, endi keyingisiga sakrab o'taman. Tushib ketgan joyimda kimdir obunaman bo'lsa va oxirgi sakrash va biz yutamiz. Obunachilar, sizlarning sababingiz, ya'ni sizlar obuna bo'lganingiz sababli men yutdim. Barchangizga kattakon rahmat. Bu yaxshiligingizni hech qachon unutmayman. Xo'p, obunachilar, endi barcha olmoslarni olib olamiz. Bular aynan bizga. Men buni bilaman va hammasini olamiz va oxirida kitobchani ichini o'qiymiz. Tabriklaymiz, siz artefakt va rekerning parkour challenge'dan o'tdingiz. Sandiq ichidagi barcha narsalar siz uchun sovg'a. Bu hamma narsa menga sovg'a ekan, obunachilar, mana. Va bunga sizlar yordam berdingiz sovg'a uchun. Sizlarga ham kattakon rahmat. Oyog'im, mayli, hech qisi yo'q, o'tib ketadi. Mana reker va artefakt sizlarning parkuringizdan o'tib oldim va kattakon rahmat, yo'q demay qatnashib berganingiz uchun. Xo'p, mayli, men obunachilarimni oldiga ketdim. Xo'p, obunachilarim, sizlarga ham kattakon rahmat qatnashib berganingiz uchun. Va videoni menimcha tugatish ham vaqti yetdi, chunki bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Mayli, obunachilar, barchangizga xayr. Keyingi video roliklarimizda ko'rishguncha xayr.